Hammaga salom do'stlar. Bugun yana Roblox. Bugun klaviaturalikda admin Abuse bo'lardi. Bunga nima qilmoq kerak? Xo'sh. Davay nima o'ynaylik do'stlar? Faqat g'alati o'yin chiqyapti. Sizlar videoni ko'rishdan oldin like va obuna bosishni unutmanglar. Hamma do'stlar obuna bo'linglar, like ham. Sizlarga yetishman desa video olish ham qiyin. Mana shuni o'ynaymiz do'stlar. Nega manaqa ko'k chiqmayapti? Mana da akama videoga o't. Mana nima o'yin ekan davay. Buni 3-qismigacha chiqaraman. Bu esa 1-qismi. Chiqmayapti-ku do'stlar. Mayli. Hozir boshqatda o'chirib kiraman. Mana do'stlar, o'chirib ham kirib bo'ldik. Endi haligi o'yinni topaylikchi. Ishqilib bor bo'lsin-da. Chunki uni 3-qismigacha olaman. Hech nima 3gacha olmaganman. Bor shekilli. Chunki manolay ham turibdi-ku bu yerda. Bor ekan, mana kiramiz. Voy. Ana kiroldi. U ovozga ahamiyat bermaylar. Chunki men ukam. Bu o'zi qanaqa o'yin? Kim o'ynagan bo'lsa aytayapman. Tushunmayaptim bu. To'qqizta bor ekan. Bu endi buni ekan. Okey. Mana do'stlar. Mana to'g'ri ekan. Level 4 bo'larkan. Do'stlar, level necha bo'lsa o'shancha sakrasa bo'larkan. Mana nima balo bo'ldi? Azmanda 5 ta sakrash bor. Mana ne? Bir bakı azma yani 2 metre yapsam zor böyle.
Şöyle 8 mi? Bu yan bütün de dolu. Hızlı gerekli. Bana bundan olayımızda. Maneken işte buydu. Gitti de gitti. Bebe 15. Tak tak tak. Ben onu ha. Şuradan olayımızda.